Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli qadrli obunachilar. Mana biz bugun Malibu avtomobilini keramika qilishga tushdik. Mana o'sha eng mohir ustamiz Baxtiyor aka bugun suhbatlashamiz. O'sha живой qilib o'zlaridan ushbu xizmat turi haqida barcha foydali ma'lumotlarni sizlarga yoritib o'tmoqchimiz. Assalomu alaykum Baxtiyor aka, xormay, sog'laringiz yaxshimi, tuzukmisiz? Baxtiyor aka, shu biz kanal kuzatuvchilariga, obunachilarimizga shu keramika haqida yana bir bilganlarimizni, tavsiyalarimizni gapirib o'tsak. Shu sizga birinchi savolim, keramikani qanaqa uslubda, qanaqa metodlarda qilasiz va qanaqa materiallar ishlatasiz? Undan tashqari endi albatta narxiga qiziqishadi va keramika qilib bo'lgandan keyin qanday mashinani saqlash kerak? Mijoz tomonidan. O'xotlar, ha. Birinchi bo'lib mashinani ustini yuvib tozalab olamiz. Mashinani ustini korpusini tozalab olgandan keyin birinchi sloy podrovka o'tamiz. Keyin uchta sloy podrovka bo'ladi. Har bitta sloylarni qarab, ko'rib, belgilab, hammasini o'tib, oynali chiqazamiz. Undan keyin shuni obelikalar, spirtlar yuvib tozalab, keyin keramikani surib chiqamiz. Keramik surilgandan keyin 24 soatda qotadi keramika. H9, H10, H11 hammasi 24 soatda bitadi. Qotadi, to'g'ri, to'liq 100% qotib 24 soatda bo'ladi. 24 soatdan qotgandan keyin любой moyga zavor, moyga qildiraverasiz. Faqatgina yomon ximikatda yuvmaysiz. Yomon ximikat deganda gel, eng yomoni gel bo'ladi. Moylar lakiga ham, keramikaga ham zararli bo'ladi. Gel, keyin arzon kam pullar. Aktivniy peynalarni yaxshi yuvdirsanglar bo'ladi. Avvalambor qoradan yugurishdan oldin birinchi bo'lib borib mashinani kuzovini ustini muzlatib olish kerak. Sovutib urish kerak. Birinchi oddiy suv olinadi. Keyin aktivniy ximiya yoki peyna sepib bemalol ishlashaverasiz. O'shanda keramika umr uzoqroq ham ketadi. Sifati ham yo'qolib qolmaydi. Aha. Baxtiyor aka, bitta savol. Mana hozirgi kunda o'sha Toshkent respublikamizda juda ko'p samomoykalar ochilgan. O'sha samomoykadagi shu kimyoviy moddalarni ishlatsa bo'ladimi? Bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q. Bu yerda men ko'rganim, ya'ni anaqa vosk bor, yana bitta ikkita kimyoviy anaqalar bor. Uni ham ishlatsa bo'ladi. Keramikaga vosk ishlatish umuman shart emas. Keramik. Aha. O'zida bor. Aha. O'zida bor hamma narsasi. Keramikani o'zida vosk bo'ladi, blesk bo'ladi, hamma narsasi bo'ladi. Birinchi bo'lib samomoykaga borganda mashinani ustida oddiy suv urib, birinchi oddiy suvni urib, muzlatib, kuzovini keyin xolisda, anaqa aktivniy ximiya xolisda peyna sepib, bemalol ishlatsa bo'ladi. Iloji boricha anaqa yumshoq sochlardan olib, aynan yumshoq sochlardan ishlatgan ma'qul. Suv tushib ketmasligi uchun, mayda juda bo'lib, mayda gala-gala bo'lib ketmasligi uchun oldini olib beradi. Keramika hech qachon ketib qolmaydi. Keramika laktizasiya qilib beradi. Ha, yana bir savol, qishki mavsumda qanday qilib mashinani saqlash kerak? Qishki mavsumda keramika bo'lgan bo'lsa, birinchi bo'lib boriladi. Bitta suv uriladi. Suv urgandan keyin mayda juda qumlari, motor taraf qizigan bo'ladi, motor taraf suv bo'ladi. Aha. Suv urgandan keyin aktivniy ximiya sepiladi birinchi bo'lib. Ishqalanmaydi, aktivniy ximiya sepib turib, bitta karta uriladi polniy ustiga. Keyin peyna sepib ishqalanadi. Ha. Ikki marta peynani yoki ximiyani sepiladi, keyingina ishqalansa, o'shaning maqsadga muvofiq bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi. Baxtiyor aka, qaysi materiallardan foydalanasiz? Shu keramikada. Keramikada har xil Sirius bor, H10 bor, Onyx degani bor, Silla bor, Butterfly bor. Kim qaysi klientimiz qaysi anaqani keramikani xohlasa, shu keramikani qilib beradi.
Endi xizmat turlarini albatta narxiga qiziqishadi mijozlar. Shu bo'yicha nima deysiz? Narxi deganda kelishsa mashinaga qarab, o'shanaqa korpusga qarab, misol uchun Gentra'larga $200 boshlab $400 bor. Malibu'larga $300 boshlab $600 bor. Bundan keyin yog'i Jeep'larga ketadi. BYD'lar $400 boshlab $200 bor. Yani uni tanlashligiga bor. Menga nima kerak deb tanlash. Mijoz didiga qarab. Ha, shunga qarab qilib beradi. Lekin hammasi sifatiga javob beriladi. Endi navbatdagi savol, Baxtiyor aka, keramikani umri qanaqa? Keramika umri tanlagan keramikingizga bog'liq. Hozir qancha arzon tanlasangiz, shuncha kam bo'ladi. Qancha qimmatni tanlasangiz, shuncha zo'r bo'ladi. Uzoqqa bo'ladi. Misol uchun Gentra'larga $200 olgan o'ziga 2 yil garantiya bo'ladi. Ana, 2 yil garantiya bo'ladi. $100 keramikalar qilishyapti ko'chalarda. $100 keramikada hisoblamaymiz. U 700 kilo bo'ladi aslida. Bu keramika $5 keramika olib uni sotib chiqqandan ko'rasi, biz bitta flakonni $100 oshirib olamiz. Chunki qo'limizda bitta mashinaga yetkazamiz. Narxilgilayotgan bitta flakonni 4-5 mashinaga yetkazilmaydi. Bitta flakon bitta mashinaga sindirib, 3 qavat bo'lsa 2-3 qavatni surib, shu bitta flakonni ishlab beramiz. Mana asosiy keramika haqida ma'lumot, axborotlarni berdik. Endi biroz shu ustalarimizni ishini ham namoyish qilamiz. Rahmat, katta Baxtiyor aka. Mana ikki tomondan tushdi. Xohlasa. Men jonli ravishda videoga olyapman, shuning uchun uzmadim, har xil kadr qilmadim. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar va kanalni qo'llab-quvvatlab, yori birodar do'stlarga tarqatinglar. Rahmat. Endi qolganini mana hozir ish o'zini namoyish bilan yakunlayman videoni.